Ko'pchilik yuz tuzilishini bitta burun nafas olishi bilan bog'liq deb o'ylaydi. Lekin bu narsa xato. Ya'ni o'tmishdagilar, ya'ni internetda, ya'ni Instagramda ochiq ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, ko'pchilik bloger aytadiki, ya'ni o'sha bir o'zini sohasi bo'yicha insonlar aytadi. Misol burundan nafas olmaslik jag'ni to'g'ri rivojlanmaganligini sababi, misol biz yumshoq narsa yetganligimizga yoki burundan to'g'ri nafas ololmayotganligimizga yo'q, burundan nafas olmaganligimiz uchun ham yuz tuzilishimiz shunaqa bo'ladi deb ko'pchilik shunday deb tushuntiryapti xalqqa, ya'ni bizlarga. Ya'ni o'tmishdagilar ko'pi qattiq narsa yegan, jag'i ham yaxshi rivojlangan, buni ustiga burun havo olgan vaqtda burundan doimiy burunda muammosi bo'lmaganligi uchun ham doimiy burundan nafas olganligi uchun ham suyagi yaxshi rivojlangan deb tushuntiradi. Lekin bitta bu narsa bilan bog'liq emas bu narsa. Ya'ni gormonlar bilan ham bog'liq. Ya'ni hamma biladi, erkaklarda testosteron, ayollarda estrogen bo'ladi. Erkaklarda misol testosteron yuqori bo'ladigan bo'lsa, yuz tuzilishiga ham ancha buni ta'siri bor. Ya'ni testosteron bir vazifa xolos. Testosterondan ajralayotgan DHT gormoni esa bu erkaklar uchun juda ham foydali. Ya'ni suyak kengayishi, suyakning shakllanishi, muskul mishsalar kattarishiga ham shu DHT gormon sababchi. Ko'p bo'ladigan bo'lsa ham bu zarari bor. Ya'ni testosteron desa ham bo'ladi buni. Testosteron. Oldin insonlar nima sababdan bunaqa yuz tuzilishi, jag'dor, buni ustiga yuzi simetrичный bo'lganligining sababi bitta bu qattiq narsa yeb yoki burundan nafas olganligi sababi emas. Ya'ni bilsanglar, o'sha davrda ham misol subturdagi insonlar bo'lgan, ya'ni mana shunaqa. Lekin yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, subturdagi insonlar ko'p ish qilmagan yoki kam harakatda bo'lgan insonlarda bo'ladi. Ya'ni testosteron sal pastroq, erkaklik gormoni pastroq bo'lganligi uchun ham deb o'ylayman. Lekin og'ir mehnatda mashaqqat bilan ishlaydigan ota-bobolarimizda misol yuz tuzilishi ancha simetrичный, keng bo'lgan. Ya'ni bunga sabab erkaklik gormoni ularda yuqori bo'lgancha. Yuqori bo'lganligi uchun ham misol ularda yuz tuzilishi misol erkaklikka o'xshab shakllangan, ya'ni yuqori bo'ladigan bo'lsa, qosh qovog'idagi suyak o'sishi bo'ladi, burundagi bu yerdagi suyak o'sishi bo'ladi, ya'ni burunning shakllanishi, yanoq suyaklar shakllanishi va hammaga jawlan suyaklar, ya'ni sal kattalashishi, shu narsa bo'ladi. Bu narsa keyin genetikaga ham qaraydi. Ya'ni otangizda bo'ladigan bo'lsa, sizga ham o'tadigan narsa bu. Faqat shakllantirish o'ziga bog'liq bu narsa. O'zi avtomatik shakllanadi. Misol 18 yo'q. Misol avtomatik bu narsa shakllanadi. Ya'ni balog'atga to'lgan sari, misol bolada, ya'ni balog'atga to'lganda misol testosteron ishlashi kuchayadi, ya'ni bolada. Shu sababdan yuzida, tanasida har xil o'zgarishlar bor. Ya'ni hamma bilgan misol ugri yoki bo'y o'sishi, tuklar paydo bo'lishi, shunga o'xshagan narsa. Bunga plus bir narsa, yuz tuzilishi ham o'zgarib boraveradi. Ya'ni 25 yoshgacha suyak tuzilishi shakllanadi. Agar otangizda, onangizda genetikasi chiroyli bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizga bunaqa mana anaqa mashqlar kerak emas. Prosta sport bilan shug'ullanib, dieta qilib, ximik narsalardan uzoq bo'lsa bo'ldi. Уже bu narsalar uchun вообще kerak emas. Ya'ni genetikasi chiroyli bo'ladigan bo'lsa, uni qanday aniqlash mumkin? Otangizda misol eski rasmini ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni eski yoshlikdagi rasmi qanaqa bo'lgan, ya'ni jag'lani yaxshi rivojlanganmi yoki bu yerdagi jag' muskuli keng bo'lganmi, ko'zi ham qanaqadir qoshi ko'ziga ancha yaqin bo'lganmi, shundan o'sha ko'rgandan odam biladi. Onangizni eski rasmini ko'ring. Ya'ni onangizda ham eski rasmini sal sinchiklab bilan qarab ko'ring. Agar
siz onangizga tortmagan bo'lsangiz, sizni otangiz tarafga tortishingiz mumkin. Ya'ni o'g'il bola baribir ko'p tarafi dada tarafga tortadi, bir xillarda esa ona tarafga tortadi. Agar onangiz misol subturdan bo'ladigan bo'lsa, otangiz esa mayli normaldan ham yuqori. Ya'ni xish deylik. Ya'ni yo'q, bu narsani bu darajalarda misol boshqa videoda to'liq tushuntirib beraman. Ya'ni bu baholash sistemasi juda ham katta. Ya'ni Face'da baholash sistemasi. Uni ham o'ziga yarasha ancha mashaqqati bor. Ya'ni o'zim ham hali bu narsani to'g'riligicha bahola olmayman. Ya'ni juda keng bo'lganligi uchun ham baholash biroz men uchun murakkab.